Xo'sh, assalomu alaykum o'g'llarim, qalaysizlar? Zo'rmisizlar, charchamayapsizlarmi? Sog'lig'inglar joyidami? O'g'lar, bugun sizlar bilan bo'lib o'tadigan videorolikimiz Faspari kontorasida bo'ladi. Bugun balansimizni 10 millionga zapravka qildik, ya'ni depozit 10 million bo'ldi. O'g'lar, xo'sh, videoni boshlashimdan oldin sizlarga bir narsani aytib o'tmoqchiman. Kanalimiz yangi bilasizlar, yaqinda kanalimiz nomi o'zgardi. Minister V nomi bilan yuritiladi bundan buyog'iga. Podeshkada bo'lib turasizlar, o'g'lar, qo'ldan kelguncha hali ijodimizni yangi boshlaganmiz. Xudo xohlasa sizlar bilan zo'r kontentlarni olib borishga harakat qilamiz. Sizlardan bittagina yordam shu podeshkada bo'lib turib, kanalga obuna bo'lib или kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qolding va qo'ng'iroqchani bosib, videolarimizga big'illatib laykni bosib taylang o'g'alar. Sizlardan menga beradigan podeshklaring bitta shu o'g'alar. Bo'lmasam keyinchalik biz sizlar bilan zo'r kontentlarni olib borishga harakat qilamiz. Iloji boricha qo'ldan kelguncha hamma narsa o'g'alar. Xo'sh, men sizlarga hozir bir narsani aytib o'taman. Casino Games'dan o'g'alar hammamiz o'ynashni maslahat bermayman, chunki bu o'yinlar bilasizlar, qimor to'g'ri, lekin ayrim qiziq sababli o'ynaydigan o'g'alarimiz bor, bilaman bularni. Men ham o'shalar qatoridaman albatta. O'shalar uchun bu videolarimiz o'g'alar bemalol tomosha qilib, bir-birimiz bilan fikrlarimizni almashib olib, balans ko'tarishga harakat qilamiz. Bugun Faspari kontrastda Games o'yinlarida balansni 2x oshirishga harakat qilamiz. Balansimizni 10 million, podeshkada bo'lib turinglar, xudo xolasa, balansni 2x ga oshiramiz. Tak. Boshlanishni o'ziga vampir kursiga bosamiz. O'g'lar, bir narsani esdan chiqarmanglar. Videoga like bosib, podeshka qilmasanglar bo'lmaydi o'g'lar. Tak, yana promokodimiz Win0 deb promokodimiz mavjud. Promokod bilan ro'yxatdan o'tsanglar sizlarga o'g'lar $500 bonus, ilk 150 ta bepul free spinlarni taqdim etadi va sizlar shularni qo'lga kiritib olishinglar mumkin o'g'lar. Bo'lmasam biz o'g'lar videoni boshlaymiz. Bemalol tomosha qilinglar. Reaksiyani qoldiringlar. Qayerda xato qilgan bo'lsam, o'shani kommentariyada yozib ketsanglar, keyingi videolarimizda albatta xatolarimiz ustida ishlashga harakat qilamiz. Ijodimiz yangi, aytib buyurmaysizlar agar qaysi joyda xato ketsa, lekin qo'ldan kelguncha zo'r kontent olib borishga harakat qilaman o'g'lar. Tak, ketdi 20 mingdan. Podeshka bo'lib turadi, podeshkalar bo'lib turasizlar, umiddaman, chunki men bilaman. Bizlar bilan shunaqa Games Online o'ynaydigan o'g'alarimiz ko'p. O'sha hammasi podeshkada bo'lib tursa, xudo xolasa, obunachimizni ham normalniy oshirib olsak, konkursdan ham o'tkazishda harakat qilamiz sizlar bilan birgalikda albatta. Obunachilarim orasidan albatta 2x mana o'g'alar, 2x ga dagon beramiz, bilasizlar, o'tib ketdi afsuski, lekin shundan beraveramiz. Xo'p, vampir kurs yana 2x. Ko'p vaqt bo'lib ketdi. Vampir kursdan balans ko'tarmadik. Ko'tardik, lekin ancha ko'p vaqt o'ynamadik. Ora-orada o'ynab ko'tarib oldik. Bugun asosan vampir kursga ko'tarishga harakat qilamiz balansni. Yana bir nechta Games o'yinlarida zo'r yutuq beradigan Games o'yinlari albatta sizlarga ko'rsatib boraman. Sizlar ham o'sha Gameslarda o'ynab balans ko'tarib olsanglar bo'ladi. Bilasizlar o'g'lar, men obunachilarimga eng zo'rlarini, eng yaxshilarini ravo ko'raman. Shuning uchun sizlarga zo'r yutuq beradigan kontoralarda video ishlab chiqarishga, ya'ni video rolik tayyorlashda davom etaman. Xo'p, 2x ga ham tushmay ketdi. Ko'tga tosh ilindimi bilmayman, suka bilyapti, vaqtimiz ham olyapti, naqdimiz ham olyapti, qarochi. O'pish qilib aytganimda. Вообще xlardan darak yo'q. O'zini yemsan. Bu daraja bo'lish mumkin emas edi, bilar o'g'lar, nimaga boshidan уже berish kerak-da bular. Может, oxirdami bilmayman, lekin sabr qilamiz, kutamiz, paytini poylaymiz biz. Sabrim tez sariq oltin o'g'lar. Bu kontorlar hammasi shunaqada o'zi. Boshida psixologiyasini o'rgan oladi o'yinchini. Agar boshlanishdan kattaroq summa bilan boshlasangiz tamom. Boshida qizdirib turadi, kichikroq yutuqlar bilan oxirida bitta beradi, tamom. Вообще ko'tara olmay qolasiz o'zlaringizga. Shuning uchun sekin mana x ga dagoncha berishni boshladi. Burada 2x berdi. Hozir menimcha kattaroq xlar yokida free spin ham berib qolishi mumkin o'g'lar. Ancha bo'ldi, lekin free spin o'xshamadi. Bugunga nasib qilgan bo'lsa, bugun ushlashga harakat qilamiz free spin. 4x 174 ming. Tak, yana o'sha dagon bilan bosamiz yana. Mana ikkitalik ko'rdingizmi o'g'lar? Free spin, uzr, ikkitalik respin mana. 78 ming. Riski yo'q, bu ham normalniy. Tak, 3 mingga oshiramiz yana. Dalishib bosamiz, kattaroq x, 5x, 4x degan xlarimiz bor, hali biz kutib turibgancha. Chunki bermadi hali. Videomiz boshlanganiga 5 daqiqa bo'lib qoldi. 3x mana 184 ming. Dagonda beramiz, 35 mingdan ketdi. Tak, sabr kutamiz o'g'lar, faqat azart yonmasin. Sizlarga maslahatim, azart yonmagan holda kirib Games o'yinlarda balans ko'tarsanglar bo'ladi. Azart yonsa tamom, faqat minusga ishlaysizlar o'g'lar. O'shancha faqat azart o'lgan payt kerakda. Azart yondimi, tamom chiqib ketish kerak. Menda ham goh-gohida bo'lib qoladi, shunaqa to'g'ri, kattaroq yutuq berib qolsa azart yonib qoladi. Va oxirida qarasizlarki, minus faqat foyda yo'q, minusga kirib ketgan bo'lasizlar. O'shaning uchun azartga berilmanglar. Azart yaxshilikka yetaklamaydi o'g'lar.
Onasini yemsin qayerga ketdi bilan X'lar bilan. Undan bilan zerikib ham ketargan bilan X'lar tushmay qolsa. Вообще tushmayapti qaranglar. Mana 2x bitta berib qoldi. 50 minggacha beraman Dagonni. Bersa berdi, bo'lmasa chiqamiz. Boshqa o'yinlarda ko'tarishga harakat qilamiz. Undan tashqari boshqa o'yinlarimiz ham ko'p yutuq beradigan. Mana yana 2x pullar suka yuzma-yuz berib tashladi bilan. Ketma-ketlikda bo'lib qoldi. Nimadir bo'ladimi deyman-da bilan. Mana ikkilarga resmi 440 ming. Mana og'alar ko'rdinglarmi? Nimadir bo'ladimi dedimmi? Bo'ldi. 413.8 qanchadir ming foydalanamiz. Bitta ketadi yana. Ikkita, 3ta, 4, 5 ta ketdi mana. Endi sekin chiqamiz. 5 ta ham bermadim. Endi sekin chiqib, biza qaysi o'yinda skart chiqartish, bu ham zo'r yutuqli o'yin. Buni ham balans ko'tarishga harakat qilib ko'ramiz. Atak, ne? 2 3 2x 4x 3 olsak o'g'lar kattaroq dagon bilan bossak bo'ladi. Tarafni ochib ko'ramiz. Tak, короче, bunaqasiga bermay, bilan umuman bermay qoldi bu. 3 tak. Tarafiga 100 ming mana 4x o'g'lar. 4x ning orqasida albatta kattaroq x ham turgan bo'lishi mumkin. Bu 100% aniq emas, lekin 50-60% aniqlikka yaqinroq. Shuning uchun o'sha joyga men kattaroq summa bilan depozit qilib ko'raman 100 ming. 100 mingdan bosib ko'raman shu joyga. 1 2 3 200 ming 2x. Tak. 4 5 yo'q. Bu stavkani tushiramiz. 25 mingga ketgan. 1 2 3 4 5 ketdi endi bunaqasiga. 1 2 3 4 5 100 ming mana 4x. Tak, endi shu joyga bitta 200 mingdan bosamiz. 1 2 3 4 5 ve 10 denizim вообще tushmay qoldi. 6 7 8 9 400 ming bittada bitta dedim. O'g'irda bitta berib qoldi ular. Faqat minusga ketyapmiz Fasparida bilan bugun. Patentdan kelib balans ko'tara olmasak bo'lmaydi o'g'lar. Bugun nima bo'lsa ham yutsak ham yutqizsak ham bugun shu video rolikimiz YouTube kanaliga qo'yiladi o'g'lar. Sizlar faqat yutganda qo'yib yutkizganimizni qo'ymay unaqa emas, faqat qilganimizni qo'yamiz. Yutsak yutganimizni, yutqizsak yutganimizni. Tak, 3400 dan men ishiga ketdi. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 endi yetdi o'ziga 200 ming. 1 2 3 2x 400 ming. 1 2 3 800 mingdan ketdi endi bu yo'q mana. 4 million 640 ming, 9 million 424 mingga chiqdi balans. Sekin chiqamiz. Tak, Vestina slotga bosamiz. Vestina slotga 9 ta qatorga normalniy stavka bilan bosamiz. Xudo xolasa, Kirshni o'ziga zo'r yutuq berishi kerak plan bo'yicha. Tak, 13 mingdan bosamiz. Start. Bittadan turib qo'yamiz. Bilet, yo-mayo, tak. Hala, pizdes yutuq borligi shu yerda bilan 9 ta qatorga bosish kerak. Yana ketdi mana 117 mingdan 1 2 3 4 5 bitta ming qo'shamiz 20 mingdan 180 mingdan ketdi. 1 2 3 4 5 bu ham qiynaydim deyman bilan. Вообще berish niyati yo'qligim bo'ldi. Tak, yana stavka qilamiz yana. Tak, 10 ming 20 mingdan ketdi. 270 mingdan ana. 150 ming. Aha. Yo'q, umuman 0. 150 ming bilan qarang, 270 ming aylantiribman, 150 ming beryapti. Adolatdanmi shu bilan? Voy bilan. Vestina slotdan вообще bermayapti. Tak, yana qo'shaman davom. 47 mingdan 423 mingdan 1 235 ming. 2 235 ming yana. 3 4 1 million 175 ming mana. Xo'p, yaxshi. 2
2.820.000 zo'r. Yaxshi natija. 705.000 zo'r. Bitta bermay qo'ysa tamom chiqamiz. Bitta bermadi, ko'rdinglarmi? Faqat oladi bu. Bitta bermadim, tamom. Faqat oladi keyin. Tak. Yana qaysi o'yinni bossak bo'ladi? 20 ochko yapti, kelib ko'ramiz. 20 ochko ham ancha bo'ldi, lekin kechagi videorolikimizda faqat 20 ochkoda balans ko'tardik. Bundan keyin 20 ochko kelib ko'rmadim. Shuning uchun kirishimizga 1 milliondan bosaman. Tavakkal o'g'la. Tavakkalga bosdim mana. Bitta yutqizdim mana. 1 million 500. 17-15 еще 24. Ketdi mana 2,5 millionga minusga ishladik. Yana ketdi 1,5 milliondan 9 18 stop. 26 mana 3 million qaytdi. Qaytdi 3 million. Tak, yana endi 3 mingga aylantirib turamiz. 3 ming minimal aylantirib turamiz. Chunki bu yo'q olishni boshlaydi. Еще 17 stop. Mana ko'rdinglarmi? Olishni boshlaydi. 3 ta ketma-ketlik bilan omadsizlikni kutamiz. 17 23 mana bitta 2 ta omadsizlik bo'ldi. 12 tak, yana bitta еще, yana bitta 17. Endi stopni bosamiz joyiga. 22 dan bitta berib qo'ydi. Ketdi yana 1 еще 12 20 stop. Necha? Nechadan keyin 1,5 million tiksak bo'ladi. Chunki 50 bu yo'q ham. 1,5 million. Tak, boshlaymiz. Tak, еще 20 stop. 3 million. 8.647 ming. Balans lekin bugun 10 milliondan boshlaganmiz, lekin hali normalniy minusdamiz o'g'la. Tagidan chiqamiz 20 ochkodan va Matitinaga qaytamiz. Matitinat 500 mingdan ketadi bu yo'qda. O'q qo'ygan o'ynamiz. Tavakkalda bu yo'q o'g'la. Bilasizlar, bu hamma o'yinlarning gamesi hammasi tavakkalsizlikka asoslangan o'zi. Aslida lekin faqat miyani ishlatib o'ynash kerak tamom. 100 ming kirishimizga teng etdiga 1 2 3 2x 1 milliondan 1 2 3 1 million 500 dan ketdi. 1 2 1 million qoldi balansda. Faqat oxirgisi minusga ketdik. 1 863 ming qoldi, to'g'rimi? 86 ming qoldi balansda. Ko'rdinglar o'g'lar, balansimiz faqat bugun minusga ishladi. Nima deymiz, buni ham bunaqa kun ham bor ekan, yutgan paytimizda turib bergan, yutkazgan paytimizda biz ham turib beramiz. Mana o'g'lar, ko'rishingiz mumkin, bugungi o'yinlarimiz faqat minusga ketdi. Sog' bo'linglar, keyingi videoroliklarda ko'rishguncha. Kayfiyat 0, короче.